Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar va qimmatli pensionerlar. Men sizlarga bugun juda muhim hayotiy zarur bo'lgan bir mavzu haqida so'z ochmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari uchun, ya'ni pensiyada bo'lgan yoki yaqin orada pensiyaga chiqish arafasida turgan har bir inson uchun nihoyatda dolzarbdir. Men sizga shuni aytmoqchimanki, ko'pchilik pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pensiya to'lovlari, ya'ni ustamalar haqida to'liq ma'lumotga ega emaslar. Ba'zi hollarda bu ustamalar yashirin bo'lib qoladi. Chunki tizim ularni avtomatik ravishda tayinlamaydi va pensionerning o'zi ham bunday imkoniyat borligini bilmasligi mumkin. Afsuski, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan bu haqida har doim ham to'liq tushuntirish berilmaydi. Shuning uchun bugungi videoda men sizlarga aynan mana shu yashirilayotgan pensiya ustamalari haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu har bir pensionerning bilishi shart bo'lgan ma'lumotdir. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumot kimningdir hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Keling endi muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib boradi. Qonunlar, qarorlar, tartiblar yangilanadi. Ba'zan esa eskilari ham qayta ko'rib chiqiladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar uchun pensiya tayinlash jarayoni ancha sodda edi. Odamlar pensiya jamg'armasiga hujjatlar to'plamini topshirishardi. Pasport, mehnat daftarchasi va maosh haqidagi ma'lumotnoma. Shular asosida pensiya jamg'armasi xodimi pensiya miqdorini hisoblab chiqardi. O'sha paytda asosiy e'tibor ish staji va ish haqi miqdoriga qaratilar edi. Boshqa maxsus holatlar, masalan, bo'qimandalar borligi, nogironligi bor shaxslarni parvarish qilish, zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlik yoki uzoq shimoliy hududlarda ishlaganlik kabi omillar ba'zan e'tibordan chetda qolar yoki ularga qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi aniq aytilmas edi. Tizim avtomatik ravishda barcha mumkin bo'lgan imtiyozlarni hisobga olmasdi. Ya'ni agar pensionerning o'zi qo'shimcha ustamalarga da'vo qilishini bilmasa va tegishli hujjatlarni taqdim etmasa, bu imtiyozlar ko'pincha berilmas edi. Bugungi kunga kelib nimalar o'zgardi? Birinchidan, pensiya qonunchiligi takomillashtirildi va ba'zi qo'shimcha to'lovlar va ustamalarning ro'yxati aniqlashtirildi. Ikkinchidan, axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Biroq bu har doim ham to'liq ishga tushgan emas. Hali ham ko'plab ma'lumotlar avtomatik tarzda almashinmaydi va sizning huquqlaringiz to'liq hisobga olinmay qolishi mumkin. Uchinchi muhim o'zgarish shundaki, pensiya jamg'armasi xodimlarining o'zlari ham ba'zan barcha nozik jihatlarni bilmasligi yoki yangi qonun hujjatlaridan to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin. Eng asosiysi, pensiya jamg'armasi xodimi sizning barcha ehtimoliy ustamalar uchun da'vo qilish huquqingizni o'zi izlab topib sizga aytib berishga majbur emas. Bu sizning o'zingizning tashabbusingizni talab qiladi. Mana shu yerda yashirin degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni bu mablag'lar qasddan yashirilmaydi, balki ularni olish uchun pensionerning o'zi ma'lum bir harakatlarni qilishi kerakligidan ko'pchilik bexabar bo'ladi. Bugungi kunda ham ko'plab imtiyozlar, maxsus holatlar uchun qo'shimcha to'lovlar faqat pensionerning shaxsiy arizasi va tegishli hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Keling, endi kimlar bu yashirin ustamalarga da'vo qilishi mumkinligini va kimlar tashvishlanishi shart emasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ma'lumotni eshitgach ko'pchilik menga ham tegishli bo'lishi mumkinmi deb o'ylanadi. Albatta, hammaga ham tegishli emas. Lekin sizning o'z holatingizni tahlil qilib chiqishingiz juda muhim. Birinchidan, bu qo'shimcha to'lovlar va ustamalar asosan quyidagi toifadagi fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Birga, ochiq bo'qimandalari bor pensionerlar. Agar sizning qaramog'ingizda oila a'zolaringiz, masalan, voyaga yetmagan farzandlaringiz, nogironligi bor qarindoshlaringiz yoki hatto kunduzgi bo'limda ta'lim olayotgan 23 yoshgacha bo'lgan talaba farzandlaringiz bo'lsa, sizga qo'shimcha ustama tayinlanishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan holat. Ammo ko'pchilik buni bilmaydi. Ikki, maxsus mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar. Agar siz uzoq yillar davomida zararli, og'ir, xavfli mehnat sharoitlarida, masalan, konchilikda, metallurgiyada, kimyo sanoatida, tibbiyotning ayrim sohalarida ishlagan bo'lsangiz, sizga imtiyozli shartlar asosida pensiya tayinlangan bo'lish yoki pensiyangizga
qo'shimcha ustama berilishi mumkin. Ba'zi kasblar uchun staj yillari qisqaroq hisoblanadi. Masalan, 1 yil 6 oyga, 1 yil 9 oyga yoki pensiya miqdoriga maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Astrosk uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar. Ma'lum bir muddatdan ortiq, masalan, ayollar uchun 35 yil, erkaklar uchun 4 yil stajga ega bo'lganlarga ba'zi hollarda qo'shimcha ustamalar beriladi. 4. Astrosk davlat mukofotlari unvonlariga ega bo'lganlar. Ba'zi faxriy unvonlar: O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston xalq o'qituvchisi va boshqalar yoki davlat mukofotlari, ordenlar, medallar pensiyaga qo'shimcha ustamalar berilishini nazarda tutadi. 5. Chernobil AES avariyasini bartaraf etishda qatnashganlar, urush qatnashchilari, nogironlar. Bu toifadagi fuqarolarga ham alohida imtiyozlar va ustamalar mavjud. 6. Astrosk pensiyasi yaqinda qayta hisoblangan, ammo barcha hujjatlar hisobga olinmagan deb hisoblaganlar. Ba'zida pensiya jamg'armasiga taqdim etilgan ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi yoki ularga e'tibor berilmasligi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz yangi qonunchilik asosida yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, sizda yuqorida sanab o'tilgan hech qanday maxsus holatlar bo'lmasa yoki siz allaqachon maksimal pensiya miqdorini olib kelayotgan bo'lsangiz, ehtimol sizga qo'shimcha ustama tegishli emas. Lekin baribir o'lchab bir ko'rgan zarar qilmaydi deganlaridek, o'zingizning holatingizni tahlil qilib chiqishingizni maslahat beraman. Keling, endi bir nechta real hayotdan olingan misollarga murojaat qilaylik. Raqamlar bilan tushuntirsam, balki sizga yanada aniqroq bo'ladi. Misol 1. Zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlik uchun ustama. Tasavvur qiling. Ortin 2 yoshli Mirzayev Akmal aka. U 1980 yildan 2005 yilgacha, ya'ni 25 yil davomida Toshkentdagi kimyo zavodlaridan birida, xususan A xavfli ishlar ro'yxatiga kiritilgan sexda mexanik bo'lib ishlagan. U 2005 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning pensiyasi umumiy ish staji 35 yil va oxirgi 5 yildagi ish haqi asosida hisoblangan. Biroq Mirzayev Akmal aka o'zining zararli sharoitlardagi 25 yillik ish staji uchun pensiyaga alohida ustama yoki imtiyozli hisoblash koeffitsiyenti qo'llanilishi kerakligini bilmagan. Ko'p yillar davomida u standart pensiya olib kelgan. Yaqinda u bu haqda tanishidan eshitib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. U zavoddan o'zining lavozimi, ish joyi va mehnat sharoitlari haqida batafsil ma'lumotnoma yoki mehnat daftarchasidagi tegishli yozuvlar tasdig'i olib keldi. Ma'lum bo'lishicha, uning zararli sexdagi 1 yil ish staji 1 yil 6 oy deb hisoblanishi kerak bo'lgan. Natijada uning pensiya staji 25 yilga uzaygan va bu uning pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilgan. Uning pensiyasi har oyda qo'shimcha 1,1 million so'mga oshirildi va oxirgi 3 yil uchun qonunchilikda belgilangan muddat o'ziga tegishli bo'lgan hisoblanmagan summa 5 million 400 ming so'm bir martalik to'lov sifatida berildi. Agar Akmal aka bu haqda avvalroq bilganida bu ustamani ancha oldinroq olishi mumkin edi. Misol 2. Boqimandasi bor pensioner uchun ustama Shahrisabz 7 yoshli Mamajonova Gulnora xola o'zining nabirasi. 19 yoshli Dilshodni ota-onasi vafotidan keyin o'z qaramog'iga olgan. Dilshod Toshkentdagi kollejlardan birining kunduzgi bo'limida o'qiyapti. Gulnora xola o'z pensiyasiga hech qanday qo'shimcha to'lov olmayotgan edi. Uning qaramog'ida talaba nabirasi borligi haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasida qayd etilmagan edi. Chunki u kollejga o'qishga kirgandan keyin bu haqda xabar bermagan. Pensiya jamg'armasi bu ma'lumotni avtomatik tarzda bilmaydi. Gulnora xola bizning kanalimizdagi videolardan birini ko'rib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. U o'zining pasportini, nabirasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini, o'lim haqidagi guvohnomalarni va nabirasining kollejdan olgan kunduzgi bo'limda o'qishi haqidagi ma'lumotnomasini taqdim etdi. Natijada Gulnora xolaga Dilshod kollejida o'qishni tugatguniga qadar 23 yoshgacha har oyda pensiyaga qo'shimcha 75 ming so'm ustama tayinlandi. Bu ustama ham oxirgi 1 yil uchun qayta hisoblab berildi. Chunki Gulnora xola bu haqda 1 yil oldin bilganida ham shunga o'xshash muddatgacha qayta hisoblash imkoniyati bor edi. Bu 9 ming so'm miqdoridagi bir martalik to'lov bilan birga har oyda qo'shimcha 75 ming so'm u uchun ancha katta yordam bo'ldi. Misol 3. Maosh haqidagi hujjatlardagi kamchiliklar sababli qayta hisoblash Farg'onalik 15 yoshli Usmonov Bahodir aka 2012 yilda pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi hisoblanayotganda oxirgi 5 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotnoma to'liq taqdim etilmagan edi.
uning so'nggi ish joyidagi buxgalteriya bo'limi ba'zi sabablarga ko'ra faqat 3 yillik maosh ma'lumotlarini bera olgan. Pensiya xodimi ham mavjud ma'lumotlar asosida hisoblab bergan. Bahodir aka pensiyasidan norozi bo'lib, o'zi eski ish joyiga borib, arxivdan 5 yillik to'liq maosh haqidagi ma'lumotlarni topishga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, oxirgi 2 yildagi maoshi avvalgisidan ancha yuqori bo'lgan. U bu yangi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qildi va pensiyasini qayta hisoblashni so'radi. Natijada Bahodir akaning pensiya koeffitsiyenti sezilarli darajada oshdi va uning pensiya miqdori har oyda 120 ming so'mga ko'paydi. Shuningdek, unga oxirgi 3 yil uchun hisoblanmagan jami 4 million 320 ming so'm miqdoridagi mablag' ham qayta hisoblab berildi. Bu Bag'daka uchun kutilmagan, ammo juda yoqimli yangilik bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu ustamalar faqatgina sonlar emas, balki odamlarning hayotiga real ta'sir ko'rsatadigan, ularning moddiy ahvolini yaxshilaydigan mablag'lardir. Shuning uchun o'zingizning huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanishga harakat qilish juda muhimdir. Endi esa keling, qoidalar bo'yicha istisnolarni, ba'zi murakkabliklarni va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarni ko'rib chiqaylik. Aynan mana shu jihatlar ko'pincha yashirin ustamalar nima uchun ko'pchilikka ma'lum emasligining sabablaridan biridir. Birinchidan, barcha ish stajlari ham bir xil emas. Yuqoridagi misolda keltirilgan zararli mehnat sharoitlari har qanday ish joyi va har qanday lavozim uchun ham ustama bermaydi. Qonunchilikda zararli va og'ir mehnat sharoitlari ro'yxati shu jumladan kasblar, lavozimlar va ishlab chiqarish turlari aniq belgilangan. Agar sizning ish stajingiz ushbu ro'yxatga kirmasa, afsuski, bu turdagi ustamaga da'vo qila olmaysiz. Shuning uchun ish joyingizdan olgan ma'lumotnomada yoki mehnat daftarchasida kasbingizning aniq nomi va ish sharoitlari to'g'ri ko'rsatilganligiga e'tibor bering. Ba'zan ish beruvchilar hujjatlarni rasmiylashtirishda xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Bu esa keyinchalik pensiya tayinlashda muammolar keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, asli boqomandalar uchun ustama berishning o'ziga xos shartlari bor. Masalan, talaba farzandlar uchun ustama faqatgina kunduzgi bo'limda o'qiyotganlar uchun beriladi va ular 23 yoshga to'lmagan bo'lishi kerak. Agar farzandingiz sirtqi bo'limda o'qisa yoki 23 yoshdan oshgan bo'lsa, bu ustama berilmaydi. Nogironligi bor boqomandalar uchun esa ularning nogironlik guruhi va doimiy parvarishga muhtojligi tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar boqomandaning o'zining daromadi, masalan, stipendiya, boshqa pensiya ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lsa, u holda ham ustama berilmasligi mumkin. Shuning uchun bu kabi nozik jihatlarni pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish zarur. Uchinchidan, retroaktiv to'lovlar orqaga qarab hisoblash muddati cheklangan. Aksariyat hollarda agar sizga tegishli bo'lgan ustama oldin hisoblanmagan bo'lsa, uni faqatgina siz murojaat qilgan kundan boshlab oxirgi 3 yil uchun qayta hisoblab berishadi. Bu degani, agar siz 10 yil davomida ustama olmagan bo'lsangiz, faqatgina oxirgi 3 yil uchun mablag'ni olishingiz mumkin. Bu juda muhim nuans. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish kerak. Har bir kun siz uchun moliyaviy yo'qotish bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, asl hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi juda muhim. Pensiya jamg'armasi sizning so'rovingizni ko'rib chiqayotganda barcha taqdim etilgan hujjatlarning to'g'riligiga va amaldagi qonunchilikka muvofiqligiga katta e'tibor beradi. Agar hujjatlarda xatoliklar, tuzatishlar bo'lsa yoki ular eskirgan bo'lsa, sizning arizangiz rad etilishi mumkin. Masalan, ish haqidagi ma'lumotnoma korxona muhri va rahbar imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu esa jarayonni murakkablashtiradi. 5-dan, pensiya jamg'armasi xodimining insoniy omili. Afsuski, barcha pensiya jamg'armasi xodimlari ham bir xil malakaga yoki barcha qonuniy nozikliklardan bir xil darajada xabardor emas. Ba'zan sizning ishingizni ko'rib chiqayotgan xodim bu turdagi ustamalar haqida to'liq bilmasligi yoki sizga to'liq ma'lumot bermasligi mumkin. Bunday holatda bir martalik rad javobini olganingizda to'xtab qolmang. Agar siz o'zingizning huquqlaringizga ishonchingiz komil bo'lsa, boshqa xodimga murojaat qiling yoki pensiya jamg'armasining yuqori rahbariyatiga yozma ariza bilan murojaat qiling. 6-dan, asl pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblashlar. Pensiyalar har yili inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiyalanadi va vaqti bilan qayta hisoblanadi. Ba'zan pensionerlarning ba'zi toifalar uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llaniladi.
sizning pensiyangizning har yili to'g'ri indeksatsiyalanayotganligiga va barcha yangi qonuniy o'zgarishlar hisobga olinayotganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizning pensiyangiz ancha eski hisob-kitoblar asosida tayinlangan bo'lsa, uni qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, pensiya masalalarida faqatgina kutib o'tirish emas, balki faol bo'lish va o'z huquqlarini bilish juda muhimdir. Endi esa, aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun qanday qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1000 qadam. Hujjatlarni to'plash. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Sizga qanday ustama tegishli bo'lishi mumkinligiga qarab, quyidagi hujjatlardan bir qismi yoki hammasi kerak bo'lishi mumkin. Shaxsiy hujjatlar. Asosiy pasportingiz, asli va nusxasi. Asosiy mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi, undagi har bir yozuvning aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ish staji haqida boshqa hujjatlar, masalan, arx ma'lumotnomalari, ish beruvchining yozma tasdiqlari bo'lsa, ularni ham tayyorlang. Ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Asterisk so'nggi 5 yil yoki 15 yil qonunchilikka qarab davomidagi ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz hozirda ishlamayotgan bo'lsangiz va eski korxonangiz tugatilgan bo'lsa, viloyat arxivlariga yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlar sizning pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatadi. Boqomandalar uchun hujjatlar. Boqomandaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi. Agar farzand bo'lsa, agar boqomanda nogiron bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK xulosasi va nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar boqomanda talaba bo'lsa, ta'lim muassasasidan kunduzgi bo'limda o'qish haqida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma har yili yangilanib turishi kerak. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, o'lim haqidagi guvohnoma, sud qarorlari, maxsus mehnat sharoitlari uchun hujjatlar, ish joyidan olingan batafsil ma'lumotnoma, unda ish joyining nomi, lavozimingiz, ishlagan davringiz va mehnat sharoitlaringiz, masalan, zararli seks, xavfli moddalar bilan ishlash aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ba'zan bunga sanitariya epidemiologiya xizmati xulosalari ham talab qilinishi mumkin. Davlat mukofotlari, unvonlar uchun hujjatlar. Mukofot yoki unvon berilganligini tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, guvohnoma, orden kitobchasi. Chernobil, urush faxriylari va boshqa imtiyozli toifalar uchun tegishli guvohnomalar va ma'lumotnomalar. Barcha hujjatlarning aslini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Hujjatlarning sanasi va muhri to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Asosiy pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Borganingizda pensiya jamg'armasi xodimiga o'z masalangizni aniq tushuntiring. Aytingki, siz o'zingizning pensiyangiz miqdori to'g'ri hisoblanganligini tekshirmoqchisiz va sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar haqida ma'lumot olmoqchisiz. Savollar berishdan tortinmang. Aynan qaysi ustamalar mavjudligi, ularni olish shartlari va sizga qaysi biri tegishli bo'lishi mumkinligi haqida batafsil so'rang. Pensiya hisob-kitobining to'liq ko'chirmasini so'rang. Sizga hozirgi pensiyangiz qanday hisoblanganligini ko'rsatuvchi batafsil ma'lumotnoma berishlarini so'rang. Unda ish staji, ish haqi, qo'llanilgan koeffitsiyentlar va boshqa barcha ma'lumotlar aks etgan bo'lishi kerak. Bu hujjatni diqqat bilan o'rganib chiqing. 3 qadam. Yozma ariza topshirish. Shunchaki og'zaki murojaat qilish bilan cheklanib qolmang. Pensiyani qayta hisoblash yoki ustama tayinlash bo'yicha yozma ariza topshiring. Bu juda muhim. Chunki yozma ariza sizning murojaatingiz rasmiy qayd etilishini ta'minlaydi va unga qonuniy muddatlarda javob berilishi kerak. Arizada nimalar ko'rsatilishi kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limi nomi. O'zingizning to'liq ism-sharifingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz. Siz qaysi ustama yoki qayta hisoblashga da'vo qilayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, boqomandalar uchun ustama. Zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha ma'lumotlarni tasdiqlovchi barcha hujjatlarning ro'yxati, masalan, ilova, talabaning ma'lumotnomasi, ilova, mehnat daftarchasi nusxasi, ilova, arxiv ma'lumotnomasi. Arizani qabul qilgan xodimning ismi sharifi, lavozimi va arizani qabul qilgan sana ko'rsatilgan ikkinchi nusxani o'zingizda saqlab qoling.
Arizada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pensiyamni qayta hisoblashingizni yoki qo'shimcha ustama tayinlashingizni so'rayman deb yozing. Asli ko'rk qadam rad javobini olgan taqdirda harakat qilish. Agar sizga pensiya jamg'armasidan rad javobi berilsa, ushbu rad javobini yozma shaklida talab qiling. Unda rad etishning aniq sabablari va qaysi qonun hujjatlariga asoslanganligi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Rad javobini olganingizda uni diqqat bilan o'rganib chiqing. Agar siz rad javobi noo'rin deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qiling. Pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga yozma shikoyat bilan murojaat qiling. Shikoyatingizga avvalgi arizangiz nusxasi va rad javobini ilova qiling. Prokuraturaga yoki Adliya vazirligiga murojaat qiling. Fuqarolarning huquqlari himoyachisi sifatida bu tashkilotlar ham sizning arizangizni ko'rib chiqishga majbur. Huquqshunos advokat yordamidan foydalaning. Agar holat murakkab bo'lsa yoki siz o'zingiz hal qila olmasangiz, pensiya qonunchiligiga ixtisoslashgan advokatga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. U sizning nomingizdan bosh masalalarni hal qilishga yordam beradi. Siz xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Prezident xalq qabulxonalari ham fuqarolarning muammolarini hal qilishda katta yordam beradi. 5 qadam. O'zingizni savodli qiling. Pensiya qonunchiligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganing. Internetda, huquqiy portallarda, gazetalarda pensiyaga oid yangiliklarni kuzatib boring. Bilim bu kuch. Qanchalik ko'p bilsangiz, o'zingizning huquqlaringizni shunchalik yaxshi himoya qila olasiz. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Umid qilamanki, men sizga bugun pensiya jamg'armasidan yashirilayotgan, ammo sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida juda foydali ma'lumotlarni yetkaza oldim. Esingizda bo'lsin. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingizning mevasidir. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan har bir tiyinga loyiqsiz. Shuning uchun passiv bo'lmang, faol bo'ling. O'zingizning huquqlaringizni o'rganing. Hujjatlaringizni to'plang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bir joyda rad javobini olsangiz ham tushkunlikka tushmang, boshqa yo'llarni izlang. Kerak bo'lsa, huquqshunoslar yordamidan foydalaning. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga ishonaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va ehtimol o'zingiz duch kelgan shaxsiy holatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu joy tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana shunga o'xshash foydali kontent yaratishga motivatsiya beradi. Sog' bo'ling, omon bo'ling va o'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Keyingi videolarni ko'rishguncha